Buxoro shahar Peridaskir ko'chasi 11-poliklinika yon tomoni 8 qavatli yangi g'ishtli lifli domning 6-qavatdan umumiy yashash maydon 65 metr kvadratdan tashkil topgan yevro ta'mirlangan 2 xonali xonadonimiz sotuvga chiqdi. Asosiy kiraverish qismidan kattagina koridor, prixoj qilish uchun joylarimiz mavjud. Proyekt bo'yicha alohida bo'lgan yuvinish xonalari, kuxnya, mehmonxona hamda yotoqxona qismi. Ko'rishni yotoqxona qismidan boshlaymiz. Devorlarimiz mo'ysab bo'ylarda ishlov berilgan. Maktab, bog'cha, hamma narsa dostupni joyga joylashgan. Asosiysi domimiz to'liq foydalanishga topshirilgan. Kadastr hujjatlarimiz tayyor. Umumiy maydon 65 metr kvadratda. Dekoratsiyalarda ishlov berilgan. Bu tomonimiz alohida bo'lgan yuvinish xonalari to'liq kafel qilingan. Hamda kuxnya qismimiz. Konturli kachallarimiz o'rnatilgan, fartuqlarimiz qilingan. Batafsil ma'lumot kimga qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, pastki raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.